Jentrachilar bu videoni ko'rishmasin, chunki ularga bu video aniq yoqmaydi. Statistikaga qaraganda 2024-yilda O'zbekistonda eng ko'p sotilgan mashina markasi Chevrolet Cobalt bo'lib, 127.240 dona sotilibdi. Xo'sh, siz qaysi birini tanlaysiz? Ekonomishni Cobaltmi yoki rasxoti ko'p Gentrami? Izohlarda o'z fikringizni yozib turing. Men ungacha eng ko'p sotilgan mebel haqida aytib o'taman. Ushbu ko'rib turgan 8 kishilik komplektimiz Luna modeli hisoblanadi. Stolimizning o'lchamlari 180 ga 90, ustki qismi yuqori sifatli Krashin MDF materialidan tayyorlangan. Stol oyoqlari esa dekorativ tarzda bo'yalgan nafis dizaynga ega. Komplekt tarkibida 8 ta stul mavjud. Har bir stulning karkasi 100% tabiiy yong'oq yog'ochidan yasalgan bo'lib, mustahkam va uzoq yillik foydalanish uchun chidamli. Bundan tashqari sizning did va interyeringizga mos ravishda ranglarni ham xohishingizga qarab o'zgartirib beramiz. Eng qizig'i, Cobaltga o'xshab ko'p sotiladigan va xalqimiz sevgan bu modelni xarid qilishni istasangiz, hech qanday boshlang'ich to'lovsiz Nasiya savdoga ham olib ketishingiz mumkin.